Assalomu alaykum Husayn kanalining aziz obunachilari, qandaysizlar? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Bormisizlar? Ro'zalar bilan xormanglar. Obunachilarimiz, bilasiz, yaqinda finalni o'tkazdik. Mana nima deydi? Ozgina mazamiz yo'q edi, dam olishlarini o'tkazib, xudo xohlasa mana mashinalarni o'z egalariga birin-ketin topshiryapmiz. Kenayimizga bitta mashina chiqqanda, kenayimiz bilan biz telefonda bog'lana olmayotgandik. Shuning uchun o'zlari bilan bitta video qilamiz. Nima bo'ldi, nimaga telefon ko'tarmadi final kunisi. O'sha hammasini hozir bilib olamiz. Assalomu alaykum, kenay, yaxshimisiz? Telefon yo'q qoldimi? Ha, bo'ldi, bezib qo'ysangiz bo'ladi. Xudo xohlasa mana obunachilar mashinani emas, kenay pulni oladigan bo'lishdi. Nima deydi endi? Mashina kerak emas, puli kerak degan bizga farq yo'q. Bizlar lekin mashinalarni bitta-bitta berardik, pul bermasdik. Endi nima deydi? Ayol kishi bo'lgandan keyin pulini bermasak bo'lmaydi. To'g'risi, buni to'g'ri ma'noda qabul qilasiz. O'shaning uchun siz nimaga telefonni ko'tarmadingiz? O'shani bitta obunachimizga batafsil tushuntirib bersangiz zo'r bo'lardi. Avvalam assalomu alaykum. Obunchilar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Endi biz Moskvada edik, Moskva oblastida ishlaydik. Endi sharoit bo'lmay sal anaqa ko'tara olmadik. Telefonda ishlar bilan band bo'lib qoldik. Shuning uchun sal ozgina anaqa bo'lib qoldim. Shunday Moskvadan siz O'zbekistonga qaytdingiz o'sha kunisi. Bizda final bo'ladigan kunisi. 2 kundan keyin qaytdim. Shuni eshitib, shunaqa chiqdi degandan keyin xursand bo'lib qaytishdim. Shu Allohga shukr dedim. Shunisiga ham yetkazganiga ham shukr dedim. Shunga qaytishdik xo'jayinim bilan shunga anaqa qildim-da endi. Mashinani xudo xohlasa kenayim mashinani emas, pulini oladigan bo'lishdi. Kenay nechta bilet xarid qilgandingiz? Nima bo'ldi? Qanaqa qilib bilet xarid qildingiz? Ikkita bilet oldik. Xo'jayinim oldi, o'zim oldim. Shunga biz bilmagandik, tavakkal qildik Allohga. Shunga nima bo'lar ekan deb. Nima bo'lar ekan dedik, shunga endi mashina chiqdi. Shunga Xursandmiz. Inshaalloh. O'zi nima deydi? Allohim o'zi to'g'ri yo'lda yo'naltiradi. Bizlarning finallarimizda o'zi nima deydi? Kimga mashina chiqadi, kimga chiqmaydi, o'sha zarur oilalarga chiqsa biz yanada xursand bo'lamiz. Nimaga? Kimgadir foydamiz tegayotganida xursand bo'lamiz. Obunachilarimiz, xudo xohlasa mana kenay, bilasiz biz obunachilar ayollar bilan video qiladigan bo'lsak, asosan bizlar ayol kishilar mashina yutib olsa, videoni ko'p cho'zib o'tirmaymiz, boshqa qilmaymiz. Hammasini tezda hal qilamiz. Mashinalarni uyga olib borardik oldinlari. Hozir ro'za Ramazon oyi sababli bizlar ertaga bugun chiqib ketishimiz kerak. Bizlarga ehson proyektimiz bor. Xudo xohlasa obunachimiz nomidan ehsonlarni tarqatishimiz kerak. Ro'za Ramazon oylaridan oldin xudo xohlasa shunga sizga pulni beramiz. Mashinani mana puli videoda dollar ko'rsatish mumkin emas. O'shanga har safar bilsangizlar qog'ozga o'rab yoki konvertga o'rab beramiz. Yaxshi kunlarga, to'ylarga ishlatinglar inshaalloh. Xudo xohlasa yanada o'yinlarda ishtirok qilib keling. O'zingiz bo'lsangiz, xo'jayingiz bo'lsin, o'yinlarimizda ishtirok qilsangiz mana shunaqa mashinalarda glavniy sovrinlarni yutishlikni Allohim o'zi yetkazsin. Niyat, tilak, istaklar bor. Shularni nima deydi? Hozir kenayim hayajonda, shuning uchun nima deydi? Ozgina noto'g'ri, xayolga bormaysiz. Endi ayol kishi bo'lgandan keyin baribir birinchi marta videoga chiqyapsiz. Baribir ozgina uyalasiz. Obunachimizga tilak, istaklaringiz bo'lsa, ozgina aytib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Obunachilar avvalam ishonchli, avvalam O'yinlarimizda ishtirok qilinglar. O'yinlarimizga ishtirok qilsalaringiz bo'ladi, ishonsa bo'ladi. Avvalam Alloh taolo o'zi yo'llarimizni ochsin. Hammani omadini bersin. Hammani omadini bersin. Mana shu olayotganlar mayli, rahmat sizlarga ham. Bilet olib, bemalol o'yinlarimizda ishtirok qilasiz. Obunachilarim, xudo xohlasa mana shunaqa mashinalardan yutib olishni Allohim o'zi nasib qilsin. Obunachilarim, xohlasangizlar mashina beriladi, xohlasangizlar Damas beriladi, xohlasangizlar Jitavur, xohlasangizlar Jeep, farqi yo'q. Bilet narxi qimmat emas, 1000 rubldan 150 ming so'mdan 6000 tangadan. Xudo xohlasa obunachilarimiz ehsonlarimizni tarqatib, hammasini qilib bo'lganimizdan keyin yana o'yinlarimizga start beramiz. Bemalol siz ham o'yinlarimizda ishtirok qilishingiz mumkin. Glavniy sovrinlarni kamida yutib oling. Obunachilarim, sog' salomat bo'ling. Allohga omonatsizlar.